Sen turib nima bor ko'chada? Yosh keling. Ko'cha sovuq bo'lsa nima qilasan sipirib? Rashqimni bilasan-ku yomonligini. Atigi qilyapsanmi? Ha? Yoki nima yoki? Bormi kimdir? Kutib turadigan ertalab. Kim bo'ladi? Oyjon? Ha, nima gap? Tinchlikmi? Nima bo'ldi yana? Oyi, sizga necha marta aytganman, ertalabdan chiqmasin, sipirmasin shu ko'chani deb. Voy, sipirmasa bo'lmaydi-da. Kelin bo'lgandan keyin sipiradi-da ko'chani. Qo'shnilar nima deyshadi sipirmasa? Tupurdim o'sha qo'shnilarga, oyi. Yig'ishtiring shu qo'shnilarni, qo'shni. Nima endi birovga qarab yashaymizmi? Oyi, bilasiz rashqim yomonligini. Nima qilasizlar? Meni asabiylashtirib, ha? Sipirmasin kerak emas. Sovuq kunda nima kerak sipirib? Hozirgi qizlarni bilmaysiz, oyi. Oyi, nechtasini ko'rdim. Erim ustidan yurib ketdi. Mana shunaqa yosh kelinlar. Kerakmi shu narsa? Nima deganingiz bu Said aka? Men unaqalardan emasman. Men qayerdan bilaman? Peshiningni yozib qo'yibdim. Ha? Hozirgacha qizlarga don sepsa o'sha yoqqa qarab ketadigan to'miya bo'lib qolgan. Men seni asrayapman, tushundingmi? Shundoq ham xursand bo'lgan. O'qishingni yuborayotganim. Aytganini qil, tushundingmi? Asabimga tegma. Haqorat qilmang mani. Oyi, tezroq olib kiring uyga. Oyjon, Said akam jiddiy gapiryaptilarmi? Axir o'qitaman degandinglar-ku.